Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi mavzuyimiz xalqimiz uchun dolzarb bo'lgan mavzu bo'g'im og'riqlari to'g'risida bo'ladi. Bo'g'im og'riqlarini ko'pchilik bilmaydigan sabablar to'g'risida gaplashamiz. Mana bo'g'im og'riqlari ikkita turga bo'linadi. Asosiy ikkita katta guruhga, ya'ni artrozli va artritliga. Endi artroz nima, artrit nima degan savolga javob beramiz. Artroz bu bo'g'imimizdagi tog'ay qatlamini yemirilishi, ya'ni gyalin xirash deymiz. Shu qatlamni yemirilishi artroz deb yuritiladi. Artrit deganda shu bo'g'imlarimizning orasida bo'ladigan shamollashga artrit deyiladi. Artroz ko'pincha holatlarda yoshga bog'liq deyiladi. Keyingi holatlar travma jarohatlar deyiladi. Keyingi yana holatlarda artroz kelib chiqadigan holatlari bu insondagi mineral yetishmasligi, ya'ni kalsiyni kamligi, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri turmush tarzi deb yuritiladi. Endi artrit holatlari keladigan bo'lsak, artrit holatlarda ko'proq eng ko'p faktori yallig'lanish xarakteriga ega bo'lgan kasalliklardan kelib chiqadi. Misol uchun, tomog'imizda uchraydigan angina holati, ya'ni angina holatidagi uchraydigan bakterial infeksiyal yallig'lanish bizning bo'g'imlarimizda artrit, poliartrit, reumatoidniy kasalliklarni olib kelishi mumkin ekan. Ya'ni shilluq qavatdagi yallig'lanishlar. Bu shilluq qavatda yallig'lanishlarga ichaklarimizda yallig'lanishlar yoki CD yo'llarida yallig'lanishlar ham kirishi mumkin. Bugungi mavzuyimiz ko'proq artroz to'g'risida bo'ladi, chunki ko'pchiligimizda uchrayapti, yallig'lanish xarakteri yo'qdi, lekin yemirilish bor. Ya'ni artroz aniqlangan. Endi artrozni hamma biladigan sabablari bu oshuvchi vazn deyiladi, bo'g'imimizga tushayotgan nagruzkani noto'g'riligi, turmush tarzimizning noto'g'riligi deb keltiriladi. Yosh masalasi bu yerda juda ko'p qo'yiladi, chunki 40-50 yoshdan keyin artroz uchrashi kuzatiladi odamlarda. Hozirga kelib xalqimizda artrozni yoshi yoshardi, ya'ni 30 yoshda ham, 25 yoshda ham ko'rishimiz mumkin. Tizzasini MRT qildirganda artroz holatlarini. Endi buni ko'pchilik bilmaydigan sababi nima? Unga qisqacha Ibn Sino tabobatidan qo'shamiz, ya'ni tabobat bo'yicha gapiradigan bo'lsak, tizza bo'g'imiga olib keluvchi eng katta faktor bu Abu Bakr ar-Roziy degan Ibn Sinodan oldinga o'tgan bobomizni kitoblarida bo'g'im og'riqlari degan kitoblarda yozilishi bo'yicha jigar va qon tomirimizdagi tiqilmalar, ya'ni jigarimiz va qon tomirimizdagi o'zgarish bo'g'imimizning og'rig'iga olib kelishi mumkin, ya'ni yemirilishligi. Bu qanaqa bo'ladi? Buni tushuntirib beraman. Misol uchun, tanamizda 4 ta hazm mavjud. Bu hazmlar Ibn Sino bobomizning kitoblarida keltirilgan 4 ta hazm mavjud. Birinchi hazm bu oshqozon ichagimizda bo'ladigan hazm. Ovqatimiz oshqozon ichakka tushgandan keyin u birinchi parchalanishda birinchi hazmga uchraydi va qon tomirlar orqali jigarimizga boradi. Va jigarimizda jigar hujayralari bilan to'qnashib, u ikkinchi hazmga uchraydi. U joydan yana qon tomiriga o'tib, u qon tomirimizning ichida 3-hazmga uchraydi. Endi shu hazmlarimiz orasidagi buzilish bo'g'im og'riqlarimizga sabab bo'ladi. Buni bitta ovqatlanish misolida misol qilib beraman. Yeydigan ovqatlarimizdan eng ko'p bo'g'imimizga zarar beradigan narsa bu oq un mahsuloti deb oladigan bo'lsak, biz oq un mahsulotidan tayyorlangan ovqatni yeganimizdan keyin u ovqat oshqozonimizga tushgandan keyin uni yopishqoqligi hazmdan hazmga o'tish mavjud bo'lgani uchun bu qon tomirlarimizni to'ldiradi. Ya'ni birinchi hazmdan ikkinchi hazmga o'tib, jigarimizga yetib borganda ham un mahsulotini yopishqoqligi yo'qolmaydi va tomirimizning devorlarini to'ldirish xususiyati bor. Shuning uchun bu oq un mahsulotlari qon tomirimizni to'ldirgani oqibatida bo'g'imimizga boradigan oziqa kamayadi, ya'ni minerallar kamayishni boshlaydi va jigar holatimizga bu nagruzka beradi. Jigar holatimizda bo'g'imimizga kerak bo'ladigan suyuqliklar, sinovial suyuqliklar ishlab chiqariladi va jigarimizda ko'plab elementlar, minerallar ishlab chiqariladi. Endi shu holatga bu to'sqinlik qilgani uchun bo'g'imlarimiz o'z-o'zidan oziqlanish kamayadi va u joyda yemirilishlar, mo'rtlashlarga olib keladi. Mana bu ko'pchiligimiz bilmaydigan sabablardan bittasi. Oq un, shakar va fast food mahsulotlar, yarim tayyor mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish ham sekinlik bilan bo'g'im og'riqlariga olib kelishi mumkin. Endi bu narsani qanaqa oldini olamiz degan savol tug'iladi ko'pchiligimizda, chunki hammamiz uy sharoitida nima qilish mumkin? Eng ko'p beriladigan savol, bo'g'imimizda og'riq bor. Uy sharoitida nima qila olsam bo'ladi? Hozir eng yaxshi qila oladigan narsalarni sanab o'tamiz. Birinchisi ovqatlanish tartibini yo'lga qo'yish, ya'ni to'g'ri ovqatlanish.
ovqat ratsionimizdan bo'g'imizdan yallig'lanish yoki bo'g'imizdan yemirilishiga olib keluvchi mahsulotlarni olib tashlaymiz. Bularni 3 ta eng katta asosiy mahsulotga kirgizamiz. Undan tayyorlangan, ya'ni oliy sifatli undan tayyorlangan mahsulotlar. Non bo'lishi mumkin yoki xamir ovqatlarimiz bo'lishi mumkin yoki pishiriqlar bo'lishi mumkin. Shu mahsulotlarni ratsionimizdan olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mahsulot bu shakar mahsulotlari, ya'ni barcha shirinliklar kirib ketadi. Hozir shakar deydigan bo'lsak, odamlarimiz aytadi, "Men ertalab bir piyola shirin choy ichaman." Faqat shakar tushunishadi. Yo'q, shakar qo'shilgan barcha mahsulot. Bunga kola, fanta ham kirishi mumkin yoki bunga barcha pishiriqlar, biz sevib iste'mol qiladigan desert deymiz, desert mahsulotlari ham kirishi mumkin. Mana bu shirinliklar ham o'z navbatida bo'g'imizni kasallanishiga olib keladi. Uchinchi mahsulot bu mol go'shti deb qarasak to'g'ri bo'ladi. Chunki hozirda ko'plab yetishtirilayotgan qoramol go'sht mahsulotlari har xil gormon vositalar tabiiylikdan uzoqlashgan sari bunda sovuqlik miqdori ko'payib ketadi. Buni biz yegan taqdirimizda bu organizmimizning sovishiga, ya'ni bo'g'im kasalliklarining eng ko'p uchraydigan holati tanamizdan sovib ketishi, ya'ni tanamiz mizojini sovishi. Shunga olib kelgani uchun mol go'shti mahsulotlaridan tiyilib, buni qo'y go'shtiga o'zgartirishlik kerak bo'ladi. Yana bir kichkina tavsiya, qonimizda D3 vitamin miqdorini tekshirish kerak bo'ladi. Chunki har bitta bo'g'im suyak kasalliklarida tanamizda kalsiy so'rilishi kamayib ketadi. Bunga asosiy sabablardan bittasi vitamin D3 ni yetishmasligi, kamligi hisoblanadi. D3 ga analiz topshirib, uni miqdorini aniqlab, organizmimizga normada D3 miqdorini berib turish orqali bo'g'im og'riqlarini kamaytirish yoki yo'qotish mumkin bo'ladi. Agar sizda xuddi shunday bo'g'im og'riqlari bilan muammolaringiz bo'lsa, izohlarda savollaringizni qoldiring va bizga obuna bo'ling.